Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'rurmanlari. Bugun 2026-yil 1-oyning 25 kuni bugun Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizda nihoyatda muhim bo'lgan, yana tor dunyosidagi o'zimizning bexatarligi haqida bo'lgan yana alohida bir programmani o'rinlashtirdik. Yani Uyg'urlar sal qarayotgan tor bexatarligi deb. Bu bir necha qismlarga bo'lindi. Her qismda az-azdan, yani buni millatimizning tor bexatarligidan savodli qilish, qanday tordan foydalanish, qanday bexatar foydalanish mush haqida suhbat olib boramiz. Biz endi hozir tor dunyosidan ayrilolmay yashayotgan bir davrda biz sal qarab kelayotgan nurg'un masalalar saqlanib, amaliyot bizning yonchiqimizga telefonimizdan tortib uydagi ishlatayotgan torlarimizgacha, undan boshqa tashqariga chiqsak Wi-Fi degan qatorliq hamma narsa, yani biz tor dunyosiga chambarchas bog'lanib ketdik-da endi. Shuning uchun bizning butun uchurlarimiz hozir tor dunyosida, yani shuning uchun bizga bir tor bexatarlik haqida to'xtalamiz. Biz hozir hamma ishimizni torda qilgan bo'ldik. Bank aloqasi bo'lsin, hatto shaxsiy surat sirlarimizgacha hamma narsa tor dunyosida ochiq. Shunaqa uyimizniki kirib chiqadigan nimalarga hamma narsa torlanib ketdi-da endi hozir. Taraqqiy qilgan davlatlarda yana hamma yerlarda hozir bu sun'iy aqlda hamma narsa torlar chambarchas bog'lanib ketdi endi. Shuning uchun bu tor bexatarligi haqida bugungi programmamizga Lira fan-texnik tarbiyalash markaziniki kompyuter o'qituvchisi Nijat muallim taklif qildim. Assalomu alaykum Nijat muallim. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmamizga qimmatli vaqtingizni chiqarib, naq maydon qatnashib berganingizga ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Rahmat. Endi oldin qatam suhbat qilgan bo'ldik. Shuningdan keyin shu tor bexatarlik to'g'riliq xalqimizga o'zimizning bilganlarini yetkazaylik deb maslahatlashib o'rinlashtirdik. Hammamizga xayrlik bo'lsin. Rahmat. Endi bu yangi bir tema Uyg'urlar nisbatan, lekin eng ko'p hammamizning bir xil andishi bor. Tor bexatarmidi, qandoqdi, u bu degandek, chunki sizlar boshlayotgan har xil applar bo'lsin, tuyuqsiz kelib qoladigan el-xatlar kelib qolsin, bulardan qandoq bexatar emasligini qandoq bilamiz? Nurg'unlarimiz bu narsalarda jiq narsa bilib ketmaymiz jumladan mana shu. Shuning uchun bu programmani bugun ham tunji qatam millatimiz bu vaqtda bir uchinchi bir uchun sizlar buni deyishib bir necha qismlarga bilib az-azdan qilgan bo'ldik. Bu boshqa siyosiy mulohiza va yoki tarix va yoki boshqa sohadagi mulohiza bo'lmagan ekan, buni programmani qisqa, oddiy tushunlik shakllarda bir qancha bo'limga bo'lmoqchi. Unda xo'sh, ekraningizda bugungi birinchi qismida qaysi mazmunlarni so'zlaysiz? Eng avval shu tor bexatarlik degan nima degan gibi tushuncha berib o'tay. Chunki bunga nisbatan bir yetarli darajada tushunchaga ega bo'lgandan keyin qolgan narsani so'zlasak bo'ldi. Tor bexatarlik deganimiz hamda inglizcha cyber security deymiz. Buning endi ma'nosi kompyuter, telefon, mulozimator va to'g'ri ulana oladigan barliq uskunlarga ruxsatsiz suqinib kirish va har xil hujumlardan saqlanish deganimiz hamda tor bexatarligi degandan keyin tushuntirilishi bo'ladi. Şu an bu yerdan bizning ishlatayotgan narsalarimiz kompyuter, telefon, bu narsalarni hammamiz ishlatamiz. Bo'lib telefonni hammamizda bor. Kompyuter madir kundan kunga hamma oilalarda, hamma o'quvchi bolalarda bo'lib ketdi. Unda biz buni ishlatish jarayonida har xil masalalar, har xil bexatarlik masalalari o'rtaga chiqdi. Bo'lib ham bizningki boshqa millatlarga o'xshamaydigan bir holatda yashayapmiz. Biz o'zimizningki bexatarlik bir nima deymiz, texnik muhim hamda. Şu an bu yerda biz buningda bir tushunchaga ega bo'lishimiz muhim. Unda biz buningdagi prinsiplar qaysi biroz hamda kasbiy gaplar bo'lindi. Buni men amal bor oddiylashtirib berishga tirishaman. Bu yerdagi to'g'ri bexatarlikning asosiy maqsadi ham 3 tarafni qo'g'dash. Birinchisi ham maxfiyatlik. Uchurlarni faqat huquq berilgan kishilar ham ko'ra olishiga kafolatlik qilish.
ikkinchisi bütünlük. Uçurlarning ruxsatsiz o'zgartirilmasligi va to'g'ri saqlanishi. Üçüncüsü erişchanlik. Yine şununla biz lazım bo'lganda erisha olishimiz demakchi. Ehtiyoj tug'ilganda sistemalarga to'solg'usiz erishgili bo'lish. Ya'ni mushu tor bexatarligida mush narsa asos. Ya'ni men kompyuterimni tordan uzib etsam, telefonimni tordan uzib etsam ham bexatar bo'lma desak, u chog'da biz unga erisholmay qolamiz. Biz internetga bog'langan holatda bexatar qilishimiz kerak. Şu bir narsani tomtoq o'ylabla bir vaqa bo'lsa, men nim qo'ysam ham bo'ladi, tordan ajratib etsam ham bo'ladi deb menda o'ylasak bo'lmaydi. Chunki tordan ajratib etganda tor bexatarligi qolmaydi zaten. Biz torga bog'langan holat bexatar qilishimiz. Endi astaga tushsak bu yerda eng ko'p ko'rilgan tahdid turlari deydi. Bu yerda tahdidning turlari, masalan, aldamchilik urinishlari, kimlik avı deb qo'yamiz, saxt elektron xat ya uchurlar orqali ishlatuvchining uchurlarini o'g'irlash urinish. Bu eng ko'p uchraydigan shundoq bir ahvollarning birisi. Ya'ni ashtaq saxta narsalarni yo'llash orqali boshqalarning uchuriga erishish bo'lish. Buni kimlik avı deb qo'yamiz. Endi ikkinchisi ziyonliq yumshoq detallar, kötü amaçlı yazılım deymiz endi Türkçe. Bu endi virus, fidya yumshoq detalları ve casusluk yumshoq detalları deb ayırıyoruz. Bularmı her birisi ayrım bir nima deymiz, video buluşqa mos keladigan bek cho'ng temalar. Buni amalba kichiltib, qisqartib so'zlayapmiz endi. Yana birisi ham ijtimoiy qurilish, ya'ni sotsial muhandislik deb qo'yamiz. Kishilarning psixik besim yoki shu aldash orqali maxfiy uchurlarni berishga qoyil qilish san'ati. Bu deganlik hamda masalan sistem har qancha bexatar bo'lib ketsa-mu, biz barliq tadbirlarni olsaqmi, dunyodagi eng mo'chi antivirusni ishlatsak-mu, inson omili eng muhim. Agar biz u yerda nima deymiz, shu inson faktori, inson omili agar bu yerda buni xato qilib qolsa, bu yerda nihoyatda cho'ng voqealar, masalan, cho'ng voqealar deganim hamda cho'ng shirkatlarningki, masalan, Google deymiz, Microsoft deymiz, Apple deymiz. Mush cho'ng shirkatlarmi mushu bexatarlik nuqtasini eng yuqori seviyaga chiqargan taqdirdami, ishlayotgan bir odamning xatoligi tufayli, ya'ni inson omil tufayli nurg'un ziyonlar uchrab ketgan ahvollar bo'ldi. Şu bu yerdagi eng muhim ahvol yana inson deymiz. Unda bo'lsa, buni munosabatlik bir savollar yoki bo'lmasa sizning so'raydigan yerlar bo'lsa, shuni biroz to'xtalsak bo'ldi. Bo'lmasa, yana oldimizga qarab boramiz endi. Endi hozir necha mush tor bexatarligi haqida inson masalasi deb nima qilib qoldingizda. Endi shu torni ishlatadiganlar insonlar ishlatamiz. Masalan, men bu ishlatmayman, mening telefonimda endi Xitoyning app chorti yo'q zaten buni. Ishlatib necha yil bo'lib ketdi va unda dar u bu narsa faqat ishlatmayman. Nihoyat yaxshi ehtiyotchanlik shu. Endi go'yda nimalarni bilmay endi qochirib soladigan applarimiz yo'q emas. Bor bevaqtlarda bolalar chiqadi Facebook'ga. Manda diqqat qilinglar, Uyg'urcha applarda ko'pincha ba'zilarda. Deganning yog'i bu haqida qanday bir narsa o'ylaydiganda bu degandek shunday har xil nimalar borchu. To'g'ri. Endi bo'shninga siz endi qanday qaraysiz masdanga deylik. Eng ko'p ishlaydigan hozir WhatsApp deydi. WhatsApp to'xtamay har xil guruhlar va odamlar, har xil insonlar qatildi, ya'ni hamma yerdan. Ba'zanlari hatto deylik o'zining boshqa bir davlat yashab turib, ya Gollandiyaning va yoki Amerikaning va yoki Turkiyaning nomerida tizilib WhatsAppga guruhga kirib olib, hamma gaplarni anglaydi. Masdanga Xitoyningki anchaning odamlari, Xitoy bexatar odam aşağıdan o'zininki mushu chet eldagi sotib olgan munofiq xoinlar orqali ashta bir tizimlatib, WhatsAppga kirib shu qatlab olsangiz bilmaymiz-da u narsani. Bilolmaydi. Chunki ismini chiqarmaydi bo'lindalar. Hatto WhatsApp guruhida faqat xat yozmaydi ekanda, bularning vazifasi turli yozadi. Bular ayrim aloqa ba'zi misollardami fikr almashtirib qoladi, telefon qilsa yo'qolmaydi. Uchir qilsa qilib qoldi. Oldirashda deydi-da. İşte bo'lsang bo'lsa, sizning bu oramaldigan vaqtingiz bo'ldigan shu asl ko'rsatishni qat'iy qilmaydiganda, demakchi gap xulosalsak, Xitoyningki shu
bexatarlik odamlari nimalari o'sha chet ellik xalqqa bir telefon kirib WhatsApp guruhlariga qatlab qolib qolsa, telefondagi uchurlarni o'g'irlay olamdi. Ha, endi uningda eng avval ular shu guruhda turib to'xtamay, shu uchur to'playdi-da bular. Avval qildigan uchur to'playdi. Uchur to'plab, ashuningki, masalan, ma'lum bir odam hamda shu nimadan shu Beyjingdan madam hamda sal muhim turdi desa, ananki ash odamning telefon nomerini, ash odamning narslarini anandan keyin ash Xitoy xakerlarga avatib bersa, uning telefoniga suqunib kirish, anandan keyin shuningki uchurni o'g'irlashga ikkinchi qadamda mangdi deb o'ylayman. Masalan, so'qinib kirib qolib qolganlar biz qanday bilalaymiz ashundan? Endi buningda bir nechta turlik ahvol bor. Eng yomoni ham masalan shu Jamol Qashqchi deb bir odamning voqeasi yuz berdi. Shu bir necha yil oldida Turkiyadagi Saudiya konsulining ichiga shu nima qilib, endi to'y xitoqlik kirib, shu yerda bir o'ltiryapti bu odamni. Shuningda butunlay shu Pegasus deb bir virus orqali bu odamni istixborot to'plab telefondan uni keyin bayqaldi o narsa. Ammo Isroilninki hamda eng yuqori darajalik viruslari deganda bu Pegasus degan. Anda viruslarni bayqal bo'lmaydi ekan. Buni men jiq izlandim. Telefon kirib olamdi-ku, o narsa. Ha, u narsa qanday degan chog'da, masalan, ma'lum bir odamni nishon qildi ekanda, masalan, shu davlatninki muhim, masalan, gazetchilar deymiz, siyosiyonlar deymiz, bexatarlik u bu degan odamni nishon oldik degan bo'lsa, u odamning telefoniga masalan bir narsa avatib, ani bassa, masalan, normalda bir telefonga suqunib kirish uchun ma'lum bir narsani besish kerak-ku. Masalan, yo bir link avatidi, yoki bo'lmasa bir narsa avatidi, chuqum siz uningga bir ma'lum bir harakatni qilgandan keyin anandan keyin yuqadi bu virus. Ammo Pegasus degan virusning kuchliligida hech qanday, ya'ni zero click deb qo'yamiz inglizcha, hech qanday siz mashg'ulot qilmasangizmi, sizning telefoningizga suqunib kira oladigan bir telefon kelishi bilan, masalan, kechasi qildi buni normalda telefon keladi, shuning bilan telefoningizga bu virus kirib, undan keyin telefon kelgan xotirani yuvitadi, siz hech nima his qilolmaysiz. Andan keyin bu to'xtamay sizningki paranglashgan xotirangiz bo'lsin, andan keyin kim bilan ko'rashdingiz, WhatsApp, butun telefoningizning hammani shu bosh shtabga avatadigan gap to'xtamay. Bu eng yuqori darajalik viruslardir. Bu virusni normalda masalan bir shaxs ololmaydi buni normalda. Bir davlatlar diplomatiya manda yuqori darajalik bir ilm setim manda bir ishlarda ananki qo'lga tushirib, masalan, anda ishlatadigan gap. Men berib olmasam men sotmaydi undan narsa masalan. O ham qimmatdan bu narsa masalan. Ha, uni bunda bir yerdan sotmaydi. Sotmanda. Unda bo'lsa mesela bizim diasporadaki Uygurlar, mesela Uygur teşkilatları, Xitayga qarshi aktivistlar, faoliyatchilar, mushlar o'sha telefonlar hammamiz ishlaymiz kunduz 24 soat yanimizda baliq batıl uxlab qolganda biz boshqa vaqtlarda yanimiz ep tushiramiz hamda. To'g'ri. Yani o'sha doimiy uchraydigan o'sha tor bexatar bo'lmagan qanday ahvollarni masalan biz buni bilmaymasdan-ki siz bayqaydigan va yoki ogohlantiradigan bunda bo'lib qolsa telefoningizda bunda mashg'ulotni qilmanglar va yoki sal bundaroq nima bo'lib qolsa buni oldini olish uchun bunda qilinglar degan bir tavsiyalaringiz bormi? Ha, bu yerdamda oldin elish uchun ham uni men keyingi nimalarda so'zlayman deb o'ylagan, ammo siz hozir so'ragandan keyin buning javobini beraylik. Oldin elish uchun ham bu yerda virusning qanday yuqadiganligini, boshqalar bizning telefonimizga qanday suqunib kirdiganligini Abay Pegasusning gapini qildim. U bek yuqori darajalik virus hamdi. U uning qarta bizning hech qanday bir nimamiz yo'q. Shu alaqadim deymiz biz shu uxlayotgan vaqtimiz udullaydi uchun bir telefon kelib ketsimi biz ko'rimizda uni ashundoq zero click bo'lgan taqdirda bir telefon keldi buningda. Shunda bo'lgandan keyin ma'lum hamda sizningki so'ragan savolda undaq hamda yuqori darajalik virus bo'lmasmi, normal yoki tuvan darajalik ishlarda bizning diqqat qiladigan narsalarimiz telefonni doim yangilab turish. Eng yangi shu yozilma güncellemesi deymiz, update. Ash narsaga bek ahamiyat berish. Andan keyin shu telefonninki bek koni telefonlarni ishlatmaslik. Eng yangisini ishlatish orqali masalanga shu to'xtamay update kelib turdi telefonlaringizga. Ash narsani eng yangisini qachilab turish. Chunki masalan ma'lum bir masalan hozir 26.2 versiyonda ketib bormiz. Masalan hozirning o'zida olma telefon deganlar. Masalanga mushuningga bir ma'lum bir yuchuq bayqalgan bo'lsa navoda, bugun bayqaldi degan bo'lsak, olma shirkati buni bir necha kunda yangi bir 26.3 shaklida yeni bir tal version chiqargan bo'lsa, darhol uni yangilash orqali
o virusning oldini olish. Hmm. Ya'ni bu şekilde to'xtamay güncelleş orqali bu yerda biz bundan qutula olamiz. Bu bir endi. Uningdan boshqa masalan telefonimizni Wi-Fi'ga bog'lagandimi, nayt diqqat qilish. Masalan bir yerga bordik, masalan bu Wi-Fi bog'siz. Buningga bog'langan chog'da ikki qatam o'ylanish kerak. Acaba mushu Wi-Fi'ning keynida mushu beningki telefonimdan uchurlar kirdi, chiqdi, buni kuzatayotgan bir odam bormi, yo'qmi deganni o'ylab, bu yerda VPN ishiltish. VPN ishiltish orqali Hmm. Wi-Fi'ning keynida bir odam kuzatayotgan bo'lsa, saxta nima taqibchi, bir official bir Wi-Fi'da ko'rinib, ammo uning keynida uchur to'playdigan ishlayapti. Ashunda bir narsa bo'lib qolganmidi deb VPN etish orqali o'zini bexatarlik tunneliga ilish. Buni qilsa bo'ladi. Bu VPN degan nima endi bu? VPN deganimizning o'zi hamda shu o'zimizningki nima deymiz, shu o'rnini yushirish, undan boshqa uchur, ya'ni uchur chiqdi telefonga, telefon uchur kirdi, shunaqo bir kirish chiqish ishlar bor. Shuni bexatar tunnelga oldi. Bexatar bir nima deymiz, tunnel tushunamiz uyg'urcha gap. Tunneldan ichiga oldi. Shuning bilan bu boshqalar buningda nima mengayotganligini ko'rolmaydi. VPNni tanlab ishlatganda sal markalar masalan yaxshirog'ini ishlatsa yaxshilik. Ba'zan haqsiz VPNlar bor, ham ostilab qoldi telefonning to'r surati, ham setiydi ular. Ya'ni kim bilan aloqalashganimizni setiydi agar sal tuvan darajada VPNlar bor. Shuni tanlab ishlatish. Bu ikkinchisi hamda tavsiya qiladigan narsamniki. Undan boshqa shu birinchisiga nima dedik? Güncel to'xtamay yanglab turish dedik. Ikkinchisi shu Wi-Fi ishlatgan chog'da diqqat qilib, agar gumonliq bir ahvol bo'lib qolsa, buni VPN orqali o'zininki uchurlarini bexatar holatga ekilish. Andan keyin shu nimalarga, masalan telefonning tok tiyab ketib qoldi yoki telefonning tok tiyab ketsa, boshqalarning telefonining tok simini ishlatmaslik. Bunda deganim ham hech qachon ishlatmang degan gap emas. Shubhali ahvollarda bo'lib notanish bir yerga berib qolganda. Boshqalarning telefonining simini ekib bilan masalan bir yerda telefon tokchatiga yog'ilgan bo'lsa, ash orqali ham virus chiqdi demak, telefon tokchalik jarayonida. Bu virus chiqib qolganligimizni qanday bilalaymiz? Masalan, ilgari men ham bildig'im hamda. Boshqa kompyuterning tovushi bor va yoki asr kompyuterni ishlatgan vaqtlarimizda chiqib qolib qolsa, to'rbat normal echilmay, g'alati bir xil nima qilib qoldi-da. Shundan bu kompyuterimiz viruslanib qolgan o'xshaydi deb antivirusni qachtab ishlatyaptik, setib olib. Endi hozir shu Mac kompyuter, Olma kompyuter, Olma telefon noyat bexatarki, buni qat'iy virus kirmaydi ekan degandan yog'i hozir ham Macga ko'chdik. Olma ishlatamiz. Goy vaqtida kirdim bilmaymiz-da, uni rostga men bilmayman bu narsalarni kerak. Goy shunda biraz suhbat qilyap, to'g'ri biraz ko'rib qolsam, so'rab boqaman, iznib boqaman. Ammo yanimda yonchiqimda bor narsadan bexatar emasligini bilmaymiz deb qanday bilalaymiz buni? Endi bilishning bir nimasi bo'ladi-da, manda bo'lib qolsa, bu telefonimiz yuqumlangan yoki virus kirgandan bir alomatlar ekan jima deb ozroq nima qilib qolgan o'xshash bir alomatlar yo'qmi buningki? Ba'zi alomatlar bo'ladi. Masalan, qanday alomat bo'ldi degancha telefon qiziydi. Masalan, qanday joyda qiziydi, telefonni qo'yib qo'ydik, ishlatmay qo'yib qo'ysam, telefon bir xil qiziydi. Buningdan telefonning bir mashg'ul ekanligini bilimiz uchun telefon ishlatgan joyda qiziydigan narsa, ammo bekor turganda qiziydigan narsa emas. Agar telefon bekor turganda qizigan bo'lsa, shuningdan qilsak bo'ldi. Bu bir. Ya'ni bu telefonning bir keyni arka planda bir mashg'ul ekanligining ifodasi. Undan boshqa yana telefonlarga virus yuqqanligini yoki bo'lmasa boshqalarning bizni tingshayotganligini, josuslik bir faoliyatning bo'layotganliginiki yana boshqa sabab, boshqa alomatlari desak, masalanga telefondan mana ovoz qaytadigan ishlar bo'ldi. Bo'lib paranglashganda. Normal telefonda WhatsApp'da bo'ladi bunday ahvollar. Yo'q, WhatsApp'danmi bo'lishi mumkin. Uni bek araştırmadım ammo nimada? Normal telefonni paranglashgan ovoz qaytadigan ishlar bo'ldi. U ba'zida ovoz qaytish normalda his qilamiz, ammo ma'lum bir nomerlar bilan aloqalashganda davomli ovoz qaytganlikdan endi his qila olamiz. Ajab, men mani ursam qaytmaydi, mani ursam ham qaytadi deb ashyadan bir mush nomer bilan aloqa qilgancha men bir tingshayotamda nima degandek bir gumon. Chunki ba'zi telefonda paranglashganni qarshi taraf ovozimizni elib oldigan yoki boshqa uchinchi bir shaxs anglayotgan bo'lganda, ashta bir xil alomatlar bo'ladi.
Endi masalan hozir siz degandek masalangda mening telefonimda ashuna bir alomatlar bo'ldi deb qolib qolsa, masalan, Hı, telefonni paranglashsam, hı, endi haligi ovozi o'zim yonadigan, hı. boyagi hatto haligi qarshi tarafni man anglaydigan, meniga qarshi taraf anglayolmaydigan ahvol bo'lib qolib qolsa, voy mening telefonim ashuna bexatar emas o'xshaydi deb qolsam, buni o'ngshashning yo'li qanday emas buniki? Buni Yoki o'xshash uchun qo'ygan bilan bunikini avval numara almashtirish, telefon almashtirish degan qatorliq birdan-birdan sinaymiz shu. Numarangizni almashtirib boqsangiz, numarni almashtirish masalan sizga nisbatan nima bo'lgan bo'lsa, masalan, men uzun yil ishlatayotgan numarni deb qolsangiz, telefonni almashtirasiz. Telefonni almashtirib yana bir aloqa qilib boqsangiz, yana agar yo'qsa tamom deysiz, yo'qmasa, ha, bu numardagi masala ekan, numardan anglab yetibdi deb o'sha numar almashtirgan. Yoki bo'lmasa qarshi tarafni nima qilsangiz ham bo'ladi. Agar nima deymiz, ma'lum darajada bir isbot bir narsa bo'lib qolsa, qonuniy jihatdan bunda bir josuslik faoliyati, bunda men gumonlanyapman debchu, buni nima qilish, advokat bilan ko'rishib, bunda bir shaklda nima qilib boqish. Ammo buning bir ozroq isbot bo'lmasa qilolmaydi, ammo shu isbotlarni sal to'plab, shunday telefon qilib bunda ovoz yonidi, munda deb texniklik nuqtadan biroz isbotlarni to'play olsak, advokat bilan bu masalani hal qilib boqishga tirishish. endi o'zi hozir olma kompyuter bas bexatarmi boshqa mau olma sistemi ishlagan kompyuterlarni boshqa mau nimada Microsoft'niki boshqa ishlagan telefonlarga yoki kompyuterlarga qaraganda olma kompyuter rostilla ashuna bexatarmi? Bu savol hamda belki yillardan buyon hamda kompyuter bo'lgandan buyon so'ralayotgan bir savol. Albatta, men olma kompyuterninki shu yaqinqi zamondan yoki bo'lmasa 2020dan keyin bek taqilib, bek alqishga erishdi olma kompyuter. Chunki men ARM me'morga o'tgandan keyin tok uzun yetdi, ham har jihatdan bek yaxshilanib ketdi olma kompyuter. Şunun bilan buniki hozir ishiltish nisbati oshgancha, buningga bo'lgan tahdid, buningdan keyin bu viruslarmi yamrayotidi. Ya'ni mundaqcha aytganda, dunyodagi hech qanday narsa yuz bexatar bo'lolmaydi, ammo Windows'dagi viruslar, olmadagi viruslar ikkisini solishtirsak, Windows'ning bakchiq viruslari, ammo olmaning sal oz deyishga bo'ldi, ammo yo'q deyolmaymiz. Xo'sh, endi yana ana manda bir narsa bir angliq necha yilning oldida. Masalan, amliroq bir nima qilaylikda hamda shu Amerikada dedimmi, bir yerda bir 10 necha yoshli bir bola Amerika davlat mudofaa ministri dedimmi, bir yerniki shu maxfiy sistemalarga kirib, telefon ko'ryaptimi yo mushtabiy gaplar taqilgan. Siz anladingmi bu gaplarni? Men uzun yil oldin olgan biroz ko'tarilib qoldi uning tafsiloti. Uzun bo'lib ketdi, ashtabi angladi, hamda kichik bir bola ekan, boshlang'ich bolasi 10 necha yoshli bolalar deganda shu to'liq sinflarning bolalarida. Yani o bir Amerikadagi bir davlatniki hamda davlat mudofaa sistemasiga bir davlatning eng maxfiy, dahshat maxfiy emilda, uning emillarni. Yani u qandaq nima qilib oladi, ana shu narsani. Har xil g'ulg'ula bo'ldi. Biz o sani adam bo'lmagandan keyin. Ajab yomon bola keldi ekanmiz, endi biz sizga anglab boqaylik, qanday ahvolda. Endi bu ahvolda endi men unutib qoldim abay degandek bu masalaning tafsilotini, ammo buni siber güvenlik shu tor bexatarlik nuqtasidan turib qaragan chog'da bu yerdagi abay degandek inson omili eng muhim omil. Balkim shu eng bexatar davlatning eng chunqur qatlamda ishlaydigan odamninki bir nima deymiz, uchurlarini to'plab sotsial mühendislik deymiz. Buni masalan shu ma'lum bir odamni nishon olgan bo'lsa, uni oylab, yillab uning uchurlarini to'playdi. Gmail'ini to'playdi, telefon nomerini to'playdi, andan keyin uningki boshqa har xil shu tordagi ish izlari, oyoq izi deymiz. O'shaning hammasini to'plab bo'lgandan keyin, andan keyin maxfiy shifrlarni nima qildi-chu? Maxfiy shifrlarni tafakkur qildi. Manda bo'lishi mumkin, ismi, telefon nomeri, tug'ilgan vaqti, adresi deganlarni manda har xil kombinatsion shakllantirib, manda shifrlarni o'ylab boqdi-chu. Agar shuning orasida ba'zida manda bir ishlar bor-chu. Oddiy shifr qo'yib qo'ydigan ishlar bor ekan, ashtaq muhim, ashundaq eng chunqur qatlamdagi ba'zi bir yerlarga oddiy shifr qo'yib qo'yish orqali haqini qaymoqtirmiz demdi. Shuning bilan balkim bu bola o'ltirib ashunda bir sotsial mühendislik qilib, ichib etgan bo'lishi mumkin, shifrsini ichib, kirib o'g'irlab ketgan bo'lishi yoki bo'lmasa ashtaq bir ahvol bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga bu tor bexatarligida shifr bek muhim. Shu shifrimizni murakkab holatda ishlatish, sonlar, harflar, chik pashlar degandek har xil narsalarni aralashtirib ishlatish
va qarorlik vaqtda bir shifrni almashtirib turish orqali o'zimizning bexatarligini qo'g'day olamiz, tor bexatarligini. Yani onu qildiganlar naq shu sohaning ashyo'ligi to'xtama shuninglar izni qiladigan uni xohlagancha siz mendek bir odam kim qilolmaymiz uni. Mhm. Shu sohada izlanib ashuna bir yuchuqlarni biladiganlar bir yo'llarni izlab tepanda To'g'ri. qildi hamda. Xo'sh, unda davom qiling yana bir bu program uzun qilmayli deyishgandekda, balki uzun qilmasa amaliy Bo'ldi. Undan so'ng miyada yana bir necha narsalar bor, uni bir so'zlay, andan keyin yana balkim so'raydigan narsalar chiqishi mumkin. Raqamli dunyoda bexatarligimizni qo'g'dash uchun tuvandagi bosqichlarga amal qilishimiz kerak deydi. Bu yerda nimalar bor deganda, kuchlik maxfiy nomer. Abay dedi mana. Maxfiy nomerlarni cho'qim yaxshi bir shaklda ishlatish, mundaq tug'ilgandan vaqtini sep qo'ydigan odamlar bak chiqdi shifrga. Bu eng cho'ng ojizlik deyishga bo'ldi. Chunki bizningki shu kimlik nomerimiz, telefon nomerimiz, tug'ilgan vaqtimiz, andan keyin shu bizningki yurtning ismi, andan keyin boshqa bizga munosabatlik shaxsiy uchurlarni shifr qilib ishlatmaslik deydi. Buni ammo lekin bek ko'p odam ishlatadi buni. Shuning bilan ham ashyodan ketib qoladi. Andan keyin nima bo'lganda deydi, shifrsini o'g'irlaydi, Gmailni oldi, andan keyin banka nimasiga mobil sho'ba bir narsalarga hujum qilib, oxirida bankadagi pullarni yo'tkib yetib tashlab chiqadi-ku. Ammo bu yerdagi eng muhim narsa birinchi qadamda biz shu tor bexatarlik nuqtasidagi shifr masalasiga diqqat qilmaganligimizdan bo'lib qoladi. Shu shifr masalasiga alohida diqqat qilib, yaxshi bir shaklda buni silishimiz kerak. Bak murakkab qo'yib unutib qoldik ekanman desak, buni qanday qilamiz u chog'da? Sonlarning o'rniga harflarni o'rniga sonlarni ishlatish orqali bu yerda biroz yana uni murakkablashtirib bo'ladigan, ham oson unutib qolmaydigan holatni qilib bo'ladi. Endi ikkinchisi yumshoq detallarni yanglab turish. Abay dedik bu gapni yana qayta takrorlanibdi. Bu intayin muhim. Shunga bu olmaninki eng yaxshi tarafi to'xtamay nima deymiz, to'xtamay yangi nashrlarni nima qilib turdi? Boshqalarimi qildi tabiiyki. Endi olmaninki bekroq buni ahamiyat berdi. Shunga bexatar deb qarashlik sabab shu. Ammo %100 bexatar deyolmaymiz. Notanish urinishlarni chekmaslik, banka yoki boshqalardan kelganda ko'ringan jiddiy masalan sovg'at yoki bo'lmasa kargo u bu degandek shunday urinishlar. Masalan, menga tunugun bir narsa kelib qolibdi, mail qarasam, bir tal kargo kelgandi, bu sizga ulashamidi, u bu degandek bir narsa. Amniyat men hech qanday bir tordan mal olgan bir ish yo'q. Shuning bilan deb o'tib ketdim masalan. Ammo ba'zi odam bunga nisbatan oy nimal to'la deb uning avatga linkni bosadi, urinishni uning kaynidan bu yerdagi nima deymiz, aldamchilik boshlanib ketadi degan gap. Bundan boshqa xo'sh so'z. notanish urinishlarni chekmaslik. Notanish urinishlarni chekmaslik hozir degan gap shu. Andan keyin rasmiy bozorlardan olib tushirish. Bumi muhim masala. Bo'lib, bu olma telefonlarda bunda masala bek bo'lmaydi. Android telefonlarda Google Play'dan emas, boshqa storelardan bir narsa tushiradigan ishlar bor. Masalan, WhatsAppning har xil nusxalari bor. Masalan, Gold version u bu degandek har xil Pink version degandek WhatsAppning har xil nima deymiz, nusxalari bor. Buningda normal WhatsApp qilolmaydigan ba'zi bir ishlarni qilib bo'ldi. Ammo bu telefonga ziyonli. Bizning uchurlarimizni o'g'irlaydi. Har xil buning keyini boshqa bir ishlar bor. Shunga ba'zi bir narsalarni telefonga tushirman deb Google Play'dan emas, boshqa yerdan bir narsa tushirish orqali telefonga virus yuqtirib qo'yadigan ahvollar bor. Bunday narsalarni qilmaslik, cho'qim rasmiy yerlardan tushirish. App Store va Google Play. Boshqa yerlardan tushirgan chog'da bu voqealar sodir bo'ldi. Endi bunda desam, buni yana %100 yana bexatar degan bo'lmaydi. Masalan, bu nima deymiz, nimba Qur'oni Karimninki telefon nusxasi bor. Andan keyin Kabe'ninki nimasini yo'linishni qilbini ko'rsatadigan applar bor, telefon qachadigan. Shuning ichidanmi boshqalarning uchurlarini o'g'irlagan, shunday ahvollar, viruslar degandek narsa bayqaldi-ku. Rasmiy yerdan tushgan. So'ng yig'inchiqlab aytganda hech qanday narsa bexatar emas deb atildi-ku, hamda bexatarlik. Masalan, men amal borligi yaxshirog'ini deb birman, shu yaxshisidanmi yana masala chiqdi. Ya'ni %100 deydigan narsa yo'q. Shunga bu hakkerlarning bir gapi bor. Hech qanday sistem bexatar emas deydigan-chu. Shu bu narsami esimizda bo'lsin. Anki sun'iy to'g'riliq degan gap bor ekan, buning bir qaraytli.
sun'iy idrak orqali aldash, texnika, shu ovozni boshqalarning ovozini taqlid qilish, chiroyini taqlid qilish orqali boshqalarni aldash. Bumi endi hozir endi ko'p osonlashib ketdi. Burun bek tasti bu ishlar. Hozir endi bir odamning rasmini berish orqali uni videoga aylantiradigan, andan keyin demagan gapni degizadigan, mushu orqali aldamchilik qilish. Nimalar endi bek avjib ketib bordi. Shunga bir odam bizga udul hujum qilmaganda avval do'stimizni haklab, uningki telefon nomeri orqali bizga uchur qilib, manda shaklda aldab ketadigan ishlar borchu. Şoňa şu bir adamninki awazını anlapmı, çyraýyny körepmi, hatda buny nima qilmagymyz, bäzide onuň işenmegimiz täsirip galdy. Şoňa şuningdek närsläärgemi diqqat qilsak boldy. Facebook'dan çyketdi go, betende şunda qylyp aldyganlyk nimeleri çykdy meselenge. Endi o kuni mushal qiymas sun'iy aql ügüniş haqida torda bir necha e'lonlarni ko'rib qoldim-da Facebook'da. Bir necha veb-saytlarni biripdi. Onu qarasam halaqi loyiqli odamlar oz, e'lon shunaqa yaxshi. Shundan turib ekan bu qanday nimada bino chiqqandan keyin men uningda kirib boqay deb ishga kirgandan keyin tizimlat, u bu deb telefon nomer bir narsalarni so'ray ekanchu. G'achlarkim shu sun'iy aqlning o'zini man appni so'radim-da ChatGPT'dan. Sun'iy aqlga shu bilan bir iloni bor ekan. Buni cheksam manda bir narsa chiqdi deb o'shalar skrinshot qiliblar, rasm otatib evet dedim-da o'sha sun'iy aql. Undan so'ng sun'iy aql ogohlantirdi meni-chu. Va to'g'ri sen nimani bam uchuringni men hozir tekshirdim, boyliqqa taxi bexatarlik nimasi yo'q-ku buniki deydi. Boyliqqa jiqada mushtaq qomlar nima yig'idi, uchur yig'idi bu narsalarnikida deb qanday uchur yig'idi desam hozir siz degandek bu sen to'sh qazg'andan keyin sen telefon nomeringni yig'idi, telefon nomeringga bir narsa avatidi. Sen o telefon qilsang paranglasholmaysan. Bu robot shekilli to'xtamay uchur keldi deb. Şuna men desem tizim qo'yib ekanman-da degandek rostdan ashtaq keldi. Kelgandan keyin uni chekmaytirib so'ragandim, darhol sen blok qilyapti-da, shuni blok qilyaptim-da. Sun'iy aqlmi ba'zi narsani yaxshi biladi ekan. Shu qas men so'raydigan bo'ldim hozir hamda-da. Anaga yana bir deb qoldim, ilxat u bu degandek. İlxat nima to'xtamay hozir ilxat qilam qoldi odamga. Nerdan topdik kelmish ilxat adresimizni keldi. Ben bilan bevosita shaxsiy ilxatlar qolib qolsa, men xizmatga yoki boshqa nimaga munosabatlik hukumatga bilan aloqa qilgan qolsa, ochib bo'lmasa qolgan hammasini o'chirib turaman. Aniqli Facebook'dan spam deb berib anima. Ilxatniki spam degan yerga kuniga shu qadar jiq bir narsa keldi. Bu yerga narsa qanday bir narsa ular. Bilamiz buni. Spam kelgan narsa shu ko'pinchisi hamda nima deymiz hammasini aldamchilik bo'lmaydi. Bir narsaning bahasini cho'sim yo'llab boqadi. Bir kompaniya bir faoliyat qismi yo'llab boqadi. Nima deymiz sizning kargo keldi, buni elib olgin deb yo'llaydi. Ish qilib yo'q narsani hamma yo'llab boqadi. Andan keyin Google'mi bunga nisbatan tadbir elib spam deb bir narsani qilib, ashagalar nima qo'yib bizni mashg'ul qilmaslik uchun qilgan narsa yaxshi. Spamga kelgan narsalarga haqiqatan men qaramayman chunki zaten axlat kelgan bo'lgandan keyin faqat shu eng muhimlarga ham qaraymiz. Shuning ichidami yana tanlab qarashimiz kerak. Bo'lsa shu ulnush bir narsa kelib qolsa ostilarida basmaslik aldirabchu. Buni ham normalda nima deydi? Shu sosial mühendislikda bak ishlatadi buni. Masalan, siz basmay desangizmi, hattoki hakkerlarning o'zini besib olgan ahvollar bor buni. Masalan, nima deydi degan chog'da, sana aloqador bak muhim bir mazmun faloni torbetda nima qilibdi, torbetga yo'llanibdi degandan keyin siz darhol bosasizda bu nima bu deb. Sizni shu yerda keyin xuddi biliqni qamoq ilgandek ilib oldi degan. Andan keyin yeni keldi sizga, men faloni nima deyim, mening hozir oxirgi bir necha kunligim qoldi, balkim sen bilan ko'risholmasligim mumkin. Shunga mavu nimada, mavu hisobda necha million pul bor. Mening shifrsi mavu mandaq. Buni sana nima qilsam, sen buni bir taqib, mandaq qilgan bo'lsang deb mandaq yo'llaydi. Lekin bu xuddi biliqqa qamoq atgandek atadi-chu. Ko'pincha odam buni besib soldi. Hatto hakkerlarning o'zini besib soldigan darajada o'z bilib turib, ashuniki qamoq ekanligini, qamoqning bek nurchiligidan ashuni yeb soldi emas. Ana albatta dedingiz pat o'sha maxfiy nomerni shifrlarni
almashtirib turish kerak deb. Yani burun aşıdaqda mesela ilxatligida bevosita shu nima orqali kiralaymiz-da, masalan, o'zimizning kompyuterda kirayotgan bo'lsak, kiramiz bir narsaga. Shunday boshqasining kompyuterimizga kirib qolsak, o'zimiz ilxatligimi dalillashga o'ylayotidi. Sen şumu yoki emasmi debdi. Men shu degandan keyin andan keyin telefonga bir numara aytadi. Ikki xohlasangiz 3 takrorlagan. Shuni bir tanla. Tanlagandan keyin o'xshab qolsa ana kiramiz, kirolmaymiz-da hozir. Onu da boshqa nurg'unlagan ashta narsa ilxatlar hozir hammasi bevosita telefonga uchrayotib birdi-da. Tizimlatgan vaqtda telefonni tizimlat deydi. Tizimlatib qo'yib qo'ysak, kelsaklar telefon uchirib telefon uchini kirgizsak, echilib bo'lmasa echilmaydigan bo'lib ketdi. Shuni qaraganda hozir endi bir turib o'ylayman. Bu hozir endi qo'g'dashni ham o'sha ilxatlar, nurg'un narsa kuchaytirib turayotgan o'xshaydi deb o'ylayman. Albatta. Kecha kunduz o'ylaydi uni. Ham bilan yana bir turib bizim yana jiq kuchini so'raydi ekanda hamda. Telefon nomerimizni, uni buni so'rab uningga bizlarga ishim bo'lmaydigan bir qatim berayotganga nimamizni to'g'ri deymiz yo'q. Lekin nurg'un odamlarni to'plagandan keyin ashtandan uni analiz qilib yo'q degandek har xil o'zi foydalangan narsani foydalana oladi-da. Shuni hozir texnika yengilishdan tang. Biz degandek nurg'un sistemaga narsa kirib qolsak, hammasida telefonga bevosita nima so'raydi hamda. Bu rasmiy bexatarlikning bo'lib ketganimi endi bexatar narsa. Masalan, shu Facebookga davomli qilib qo'ysak, telefon orqali bexatar qil deydi. Telefon nomerini kirgizib qo'yamiz. Boy vaqtlarga uchir kelib qoldi, sizga Facebook'ga tutan yer bir odam kirishga urinyotidi. Emasmi deydi. Men degandan keyin ana kiradigan gap, men emas yoki kirolmaydigan gapda. Bexatarlikni misol kuchlanib qolgandek bu turda. Albatta. Buni qanday qaraysiz endi bu narsani? Hozir texnik taraf hozir bexatarlikni tushunyapti va yoki bexatarlikni nima qilib turib, to'playotamdi. Ikkilisi bor bunda. Chunki bu sosyal media nimalari Facebook, Instagram, WhatsApp, shunaqmi YouTube degandek bu narsalarda har qanday bir hisob ochadiganlar narsada chuqum ishlatuvchi nimalarningki xaridorlarningki shu uchurlarni saqlash majburiyati bor. Masalan, Turkiyada KVKK deydi, shu masalan ma'lum bir appdan birini yasadi, bir shirkatdan birini qurdi, ma'lum bir xizmatni vatandoshlarga sundi. Endi bu yerda ashlarningki necha ming, necha million xaridorlar uning a'zo bo'lib uchurlarini berdi. Agar ashni joyida saqlayolmay qolib, o'g'ril boshqalarga masalan o'g'riltib qo'ysa, hakkerlar buni epchikdigan ashlar bo'ldi-ku. Ashunda voqealar yuz berganda bu yerda shunda nurg'un jazolarni kesidi davlat-ku. Shunga bu yerda masalan Facebook bo'lsin, mayli Instagram bo'lsin, chuqum o'zining xaridorlarining uchurini nihoyatda yaxshi saqlash. Agar buni boshqalar o'g'irlab ketib qolsa, bu bak cho'ng bir voqea yuz berdi buningda. Chunki u yerda telefon nomeri bo'ldi, boshqalarning anondan keyin jinsiyat bo'ldi, tug'ilgan vaqti bo'ldi, hattoki bir narsa olgan bo'lsa, uning bank kart bir narsa bo'ldi. Bu orqali bank kartasidan to'yqisiz pul yo'qolib ketadigan, anondan keyin shu o'zininki nomiga nima deymiz, har xil kreditlar, ya'ni bank qarz ochadigan, anondan keyin ba'zi bir o'zi qimmagan ishlar chetilib qoldigan, anondan keyin nomsiz ba'zi bir ishlar o'ziga kargo bir narsalar kelib qoldigan degandek, bu hozirgi davrdagi eng muhim narsadan birisi boshqalarning uchurini to'plash. Masalan Google, Microsoft, Apple, YouTube shu sosyal medialar bo'lsa hammasi shiddat bilan boshqalarning uchurini to'playotdi. Endi bu uchurini to'plagandan keyin cho'qim buni yaxshi saqlash kerak. Agar saqlayolmay qolsa, bak cho'ng jazoga uchraydi. Shu orqali hamda ularni shundan nima qilib tursa, setib yetadigan masalan deyli, bu gapdan yana bir gap chiqdi. Biz YouTube pul to'lamaymiz masalan, WhatsApp pul to'lamaymiz, Facebook pul to'lamaymiz. Biz bu pulni to'lamay turib ishlatyapmiz. Bular qanday pul topadi? Unda bularning kirim manbasi nima degan chog'da bizni setish orqali pul topadi. Qanday sotadi bizni? Bizning shu sosyal mediada ko'rgan narsalarimizga qarab turib, madam mashina qiziqdi ekan, madam kiyimga qiziqdi ekan, madam ma'nin qiziqdi ekan deb qiziqishini bilib olib, anonki shuning qarta reklam ko'rsatish orqali pul topadi bo'ldi-ku. Shu uchur hozirgi davrdagi oltin bo'lib qoldi. Yangi bir oltin bor desa, bu uchur bo'ldi. Boshqalarning uchurini to'plab necha million, necha milliard odamning uchurini to'plab bo'lgandan keyin shuning qarta anondan keyin buni nima deymiz, reklamlarni shuning qarta etish. Kim nimaga qiziqsa shuni ko'rsatish. Anaki reklam beruvchilarmi bundan foydalanadi? Reklam nima shu reklam nima qilganlar? Ma'lum bir marka deylik, marka o'zininki
potensial xaridorlarga marka e'loni ko'rsatilgan qo'shildi. Facebook'mi buni qarshi tarafdan pulni olgan qo'shildi. Shu orqali bu yerda uchurlarni sotadigan. Hamda abay sizningki savolingiz yana birisi shu bexatarlik nimasi ko'tarildimi deganda albatta ko'tarildi. Burun undaq ish yo'qdi. Boshqalar kirib ketaverdi hisobimizga. Hozircha deganda shifrni bilsimi kirolmaydi. Bizdan bir so'rab telefonimizga bir narsa keldi. Biz uni besib bergandan keyin kirdi. Shunga ba'zi bir yuqori darajadagi hacking ishlarda telefonimizga suqinib kirib, telefonimizga kelgan shu uchurni yana qarshi tarafga avatib, bizningki uxlayotgan vaqtimizda, ko'pincha vaqt shunday vaqtlarda bo'ldi bu. Bizning normal kunduzgi vaqtlarimizda emas, o chog'da bilinishib qoldi-ku. Ekranda bir ishlar bo'ladi, uni siz voy men telefon o'zligidan ishligil turdi deb qolasiz. U yerda chinib qoldi. Shunga siz uxlayotganda bir narsani yo'llaydi telefoningizga, u narsani yana aniq avatadi, shunday qilib bankka hisobimizga pullarni o'g'irlab ketadigan har xil ahvollar shuningdan bo'ldi. Shunga shifrimizning o'zini yanglab turish, yanglab turgandimi unutib qolgan ahvollar bo'lib qoldi ekan deb hamda bu shirkatlar hozir nima ish qilyotidi? Siz degandek shu bir narsa yo'llash orqali andan keyin authenticator deb bir app bor. Oldimizda uni to'xtalma. U orqali degandek to'xtamay shu bexatarlik nuqtasidan yanglashlarni qilyapti. Rahmat. Nijat deganki suhbat yaxshi bir suhbat bo'ldi, ham yemichi bir suhbat. Bu boshqa muloyiza, analiz, siyosat, tarix olmagandan keyin biz qisqacha yarim soat qilaylik deyishgandik. 40 minutda eshibdi hozir. Bu suhbatni mishada to'xtaylik. Buni bir necha qismga bo'lib boramiz. Har qismda oz-ozdan shu xalqimizning tushungandek amaliy narsalarni so'zlagan bo'lgandan keyin oz-ozdan qilaylik. Bo'ldi. Suhbatni mishada to'xtaylik. Akam kelar qatimliq suhbatda ko'rishaylik. Hozir mana nimaga Belgiyada Uyg'ur masjidlariga naq maydondan iyonni yig'ib o'tibdi hozir hamda Facebook'larda ko'rdik bir necha kun bo'ldi. Belgiyada Uyg'ur kultur markazi qurilib masjidlardan birini shu nimada o'xshaydi. Belgiyaniki Antwerpenda. Millat uchun hamda bir yaylab shu Belgiya Uyg'ur jamoat uchun xizmat qiladigan bir o'rin ekan. Shunga iqtisodiyotdan yordam qilish xohlagan qarindoshlarga telefonini qo'yibdi. YouTube'ni qo'yib rahmat ulni shu ekan. Shunga yordam qilsanglar bo'lar ekan. Mana men tashqib qo'ydim. Uyg'urning ishi Uyg'ur bilan bo'ladigan gap. Yordam qilishga xohlagan qarindoshlar yordam qo'yinglar. Hammanglarga Allohga rahmat etsa, kelar qatimliq programmamizda ko'rishaylik. Bu program davomlashadi bir necha qism hamsa. Allohga rahmat etsa, sizga rahmat qolganda kelar sonni ko'rishaylik. Xo'sh, Allohga rahmat.